Uylangani qiz qidirsang nimalar bo'ladi? Menga mahrga 2 xonali uy bilan bitta trekkirik olib bersangiz rozi bo'laman. Ha, men siz bilan 3-4 oydan keyin ajrashib ketish niyatim yo'q. Pulni yashamoqchiman. Endi hayotda har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin-da. O'jiya, To'roninni g'it bo'tda qamakani bu. Yo'r bunaqa mahallada variantlar ko'p. Hozirgi qizlarni mahrga so'rab turgan narsalarini eshitib, umuman senga yerga tegmayman deb turganga o'xshab eshitiladi. Qizlar kamligidanmi yo bo'ydoqlar ko'pligidanmi, oldinlari sovchilikka kattalar borisi, chiroyli dasturxon tuzalgan uyga kutib olishardi. Apam hali yosh ekan, erga tegmas ekan. Hech bo'lmasa bir piyola suv ber, qizoq to'rori charchab ketdi ona. Ana podyezdagi arzon bosh yerda ichib olarasizlar. Oldinga dasturxon tuzash tugul bir piyola suv ham berishmaydi. Atvetga bo'lsa yosh balani chiqarib yuborishadi. Senga bermayman, qizimiz yosh degan qizni bir haftadan keyin to'yi bo'lganini eshitasan. O'zingga mos qizni topib uylanish shu darajada qiyin bo'lib ketibdi-ki, undan ko'ra green card o'ynab Amerikaga ketish osonroq bo'lib qopti. Tog'ingdan bo'sh kelmaydi-yu, internetda sovchilar kanalidan qizlarning adresini oladi. Tog'a qayerga olib kelasiz? Buncha xotinlar ko'p. Bu adresni prosmotriga qaramapanda rekka otib yoribdi, ochirib ketibdi-yu. To'yga hamma narsa tayyor. Videochilarda ham gaplashasan, borib to'yxonalarda ham gaplashib, zaklatlarni oldindan berib qo'yasan. Lekin uylangani hali ham qiz yo'q. Nima qilamiz, jan? Boshqa variant qolmadi-yu. Variant bor tog'a. Qanaqa? Napas olsa bo'ldi, bu yil uylanaman. Ya, bu yo'lingdan qaytjam, bu yaxshi emas. Nimaga? Bu yo'lda oxiri qorong'i. Bo'ydoqlarning hayotida yana nimalar bo'lyapti? Kommentariyada sizlarning fikrlaringizni kutaman. Pak